Katta yong'in bo'ldi. Do'kon egalariga sabr bersin. Voy, bilin. Mana shuncha pajarni osh. Oltinchi avgust 2026-yilda Izza bozori yaqinida sodir bo'lgan yong'inning oqibatlari mana. Yong'in mana shu yerda to'xtagan. Bu do'konlarni ham bo'shatishgan. Eskilar bekorga o't balosidan, suv balosidan asrasin deb duo qilishmindi. Hammani ogohlantirib, issiq kunlarda ayniqsa konditsioner shunga o'xshash narsalardan foydalanayotganda ehtiyot bo'linglar. Arzimagan kichkina qilingan xato shunaqa katta yong'inlarga sabab bo'lishi mumkin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.